Assalomu alaykum hurmatli fermer akalar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Mana bugun New Holland traktoriga Yesurvey kompaniyasi ishlab chiqarilgan IAS 100 modelidagi avtopilotimizni o'rnatib fermer akamizga test qilib beryapmiz. Mana fermer akalarimiz o'zi. Mana traktorimiz o'zi harakatlanib ketyapti, hech qanaqa boshqaruvsiz. Ko'rishingiz mumkin. O'lchamga kiritilgan, rul o'zi boshqaradi. Aniqlik darajasi, agentlar tekisligi juda ham qoniqarli darajada. Har qanday traktorga tushadi bu avtopilotimiz. Mana fermer akamizni o'zi kuzatib boryapti. Aka, fikrlaringiz qanaqa? Zo'r. Zo'rmi? Yoqdimi aka?